Assalomu alaykum hammaga. Ayrim sabablarga ko'ra Rossiyaga chiqolmayapmiz. Sabab bo'lib qanday sabab? Rossiya dokumentsiz 90 qo'ygan. Dokument Rossiya ichida yurish uchun 90 kun qo'ygan. Biz mana yilni boshidan may oyiga doğru 90 kunga yaqinroq, 90 kun va 90 kunga yaqinroq bo'lib qoldi. Çünkü Rossiyaga borolmayapmiz. Borsak zapret qo'yadi. Endi avgustda borib, inshaalloh avgustda borib patent olamiz inshaalloh. Patent olib keyin B kategoriya bor edi o'zimda. Endi C kategoriyaga o'qiganman-u avtoshkolada, lekin imtihonga bormaganman. 2 yil bo'lyapti. Men tayyorlab boryapman. Qoidalar. Birgalikka boryapman. Zar yechyapman. Men emas, menga o'xshaganlar ko'p. Bu ekan bor, ekani ham bor. Shuning uchun hozircha shu yerdamiz inshaalloh. Bos qolyapti. Imtihonga kirib olsak, qiynalmasdan keyin yo'lga chiqishimiz agar chiqmayman, mashinalar bor, tanish bilishlar bor. Boriga ham chiqiblar Moskvadan Moskvaga. Endi Toshkentgacha va Voha deyiladi, aloqaga chiqsam bo'laveradi. Toshkentgacha olib kelib qo'yadi. Bu yerni kelishilgan holda. Endi tushib balkim keyin yerga yamiz, lekin bir yilga. Çizmemiz buraya agar kimga o'zbeklarga hech ko'rasiz o'zim boraman, lekin bolalar ko'radi.